o'zimiz haqida, atrofdagilarimiz haqida obrazlar qurib olamiz. Ya'ni yolg'on tushunchalar qurib olamizda. Biz o'zimiz yaxshi odam deb o'ylaymiz. Birovga yomonlik qilsak ham bilmaymiz uni yomonligini. Kech qolsak ham, "Yo'q, men ushlanib qoldim" deymiz. Aynan men o'zim ham shunaqaman. Telefon ko'tarmasak band edim deymiz. Boshqa odam ko'tarmasa, bekor, hech bir tayinli ish bilan shug'ullanmaydi, ne telefon ko'tarmaydi deymiz. Xafa bo'lamiz, lekin o'zimiz ko'tarmay qo'yamiz. Aynan o'zim haqida gapiryapman. Va mana shu holatda miyamiz bizni yaxshi qilib ko'rsatadi o'zimizga. Va yomon, o'zi asli bor bo'lgan yomon hislatlarimiz o'zimizga ko'rinmaydi. Kimdir uni ochib aytganda, do'stimiz aytganda, ustozimiz aytganda, kimdir ochib, "Mana bunaqa joying kamchiliging bor sani" deganda, u yoqmaydi bizga shuning uchun. Ya'ni haqiqat o'z achchig'i bo'lgani uchun emas, yo'q. Biz yolg'onlar qasrini qurib olganimiz uchun. Yolg'onlar qasri asli nimada quriladi? Niyatlarda quriladi. Odam bir narsani noto'g'ri niyatda qiladi, yoki noto'g'ri ish qiladi, lekin niyatini "Men yaxshi ish qilmadim" deb o'zini o'zi aldaydi. Bu haqida zo'r kitob o'qidim, yaqinda tugatdim. Elephant in the Brain degan kitob. Mana shu rasmini chiqarib qo'yamiz. Bu haqida shu kitobda ko'proq aytilgan.